Bitta ikkita taniqsiz blogerlar siz ustingizdan kulib video olib yuribdi. Nega ularga atvet qilmaysiz? Xo'p, shu narsa haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda o'zingiz aytib turibsiz, taniqsiz bloger deb. Agar ularga aytib, kimligini prям ko'rsatib istoriyada nimaga unaqa qilding, bunaqa deydigan bo'lsam, ularning PR-iga ishlab qo'yaman. O'sha taniqsiz blogeringiz yanada taniqli bo'lib ketadi. O'zi mana shu to'y bo'layotgan vaqtida yokida qanaqadir yaxshilik ish kimdir zvezda bo'lib ketishiga sababchi bo'ladi. Ferza opamni to'yi kimdir zvezda bo'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Farida bilan Timur to'yi kimdir zvezda bo'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Endi bizni to'yimizdan keyin mana shu videolarimiz, keyin shu yo'nalishimiz, shu erkatoy yo'nalishimiz ularga plus olib kelyapti. Ya'ni bizani ustimizdan kulib, masxara qilib chiqishyapti. Chunki o'zlarini oddiy videolarini prosmotr yemayapti. Kirib ko'rsanglar, oddiy o'z olgan videolar prosmotr yo'q. Mani videom ustidan kulib chiqqan videolarni prosmotr bor. Reklamalarni ham mani parodiya